Assalomu alaykum aziz futbol xosmatlari, futbol sevar do'stlar. Bizning kanal Futbol fanatlari kanaliga xush kelibsiz. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, sizlarga do'stlar futbol olamidagi bir qancha yangiliklarni boxabar qilishda davom etamiz. Demak, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'z jamoalarida qancha oylik maosh olishlari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Demak, xabaringiz bor, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev bir jamoada to'p suradi. Bu Turkiyaning Beshikshahar jamoasi. Demak, Beshikshahar klubi Eldor va Abbosbek Fayzullayev uchun qancha maosh to'lash haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Eldorbek Shomurodov Beshikshahar jamoasidan 24 million yevro maosh olsa, Abbosbek Fayzullayev Eldor Shomurodovdan ko'ra ancha ozroq 10 million yevro maosh oladi. Bu hamma uchun qiziqarli mavzu edi. Bugun biz Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovning Beshikshahar klubida qancha maosh olishlarini bilib oldik. Demak, bunday qiziqarli ma'lumotlardan boxabar bo'lishni xohlasangiz, bizning kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Hammaga omad.